Sug'urlar, qo'shoyoq, sayg'oq, bo'ri. Qozog'iston dashtlarida yashovchi 90 dan ziyod sut emizuvchi hayvon to'g'risida ma'lumot rangli suratli nashrda. Ostonada fauna haqidagi kitobning ikkinchi nashri taqdimoti o'tkazildi. Qozog'iston dasht hayvonlari qo'llanmasi turli hayvonlarning yashash muhitini ekotizimga ta'sirini tavsiflaydi. Nashr zoolog va ekologlarning dala izlanishlariga asoslangan. O'quvchi yilning turli mavsumlaridagi tabiat manzaralari, aslidagi kattalikda hayvon izlari, migratsiya chizmalari, ularning qahraton qish kunlarida qanday kun kechirishi va ular uchun tug'ilishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar ko'rsatilgan. Shu jumladan yerlarni shudgorlash, yong'inlar, infratuzilma qurilishi va yaylovlardagi jonivorlar ko'payib ketishi oqibatlari haqida hikoya qilinadi. Muallif ta'kidlashicha, kitob maktab o'quvchilari, talaba biologlarga mo'ljallangan, lekin illyustratsiyalar kichkintoylarga ham qiziqarli. Undagi suratlar tufayli Qozog'istonning boy yovvoyi tabiati bilan tanishish mumkin. Вообще, эта работа длится уже 5 лет. Umuman olganda bu ish 5 yildan buyon davom etyapti. Qozoq tilidagi birinchi nashr 2023-yilda chop etilgan. U ko'plab maktablarda ishlatilyapti. O'qituvchilar turli kvestlar ishlatyapti. Ochiq darslar uchun foydalanilyapti. Hozir ruscha versiya ham chiqdi. Inglizcha versiyaga ham katta talab borligi kuzatilyapti. Shuningdek, uni kelajakda yanada boyitib, qozoq tilida takror chop etmoqchimiz. Спрос на англоязычную версию, и также мы хотим еще в будущем сделать обновление на казахском языке.